Xayrli kun. Kamskiy Ustye degan joyga keldik. 130 kilometrlar uzoqda. Volga bo'ylab keldik. Mana bu kemamiz bizni. Bu hozir Volga daryosini Kama daryosiga quyiladigan joy. Endi bu yerda quyilayotgan shasharadaqa ko'rinmaydi, lekin Kama ustida degani bo'lsa kerak tatarchasi. Mana suvlar to'lqin, cho'milish taqiqlanadi. Mana manzarani ko'rishlaring mumkin. Gennadiy Kuklev. Yuk kemasi. Mana manzara. Yam-yashil o'tlar. G'oyatda chiroyli. Ketdi endi bu Tetushiga qarab yo'l olgan.